Kim bizni ustimizdan shikoyat qilgan ekan? Retseptsiz dori sotmasak, taqiqlangan dorilar yo'q. Xodimlar xushmuomala, kuzatuv kameralarini doim o'zim nazorat qilaman. Qachon, kimga, nima qo'pollik qildik ekan ustimizdan shikoyat qilishsa? Ha, o'tiribsizmi? Siqilib. Tayyorlaning, biz bilan ketasiz. Holat yuzasidan dalolatnoma tuzamiz. Kechirasiz. O'sha bizni ustimizdan yozilgan shikoyat xatini bitta ko'rsam bo'ladimi? Uni muallifi kim? Ma'lumot bera olasizmi? Bu nima deganingiz? Men sizga shikoyat xatini bera olmayman. Bu sir saqlanadi, tushundingizmi? Bu anonim xat, anonim. Yuring men bilan. Kattagina dorixonada qayd etilgan shunga o'xshash holat yuzasidan biznes ombudsman vakillari tekshiruv o'tkazishdi. Unga ko'ra, nazorat qiluvchi organ xodimlarining xatti-harakatlari noqonuniy ekanligi aniqlangan. Yana ham aniqrog'i, biz u murojaatni ko'tarib, kim raqamidan, qaysi telefondan murojaat qilinganligi o'rganib chiqilganda, ayrim nazorat qiluvchi organlarni tekshiruvga chiqadigan xodimlarni ayolini telefon raqamidan murojaatlar yozilganligi, ya'ni uyushtirilganligi murojaat, o'sha murojaatga asosan tekshiruvga chiqib, tadbirkorlik subyektiga chora ko'rilgan holatlar aniqlangan. U holatlar bo'yicha har bitta tekshiruvga chiqqan, ya'ni tekshiruvga noqonuniy tashabbus qilgan nazorat qiluvchi organlarning xodimlari javobgarlikka tortilib, ushbu tekshiruvlar bo'yicha qabul qilingan qarorlar bekor qilingan. Amaldagi qonunchilik talabiga ko'ra, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 241-2 moddasiga asosan tekshiruvga noqonuniy tashabbus qilganligi uchun ma'muriy javobgarlikka tortildi. 32 millionga yaqin ma'muriy jarima qo'llanilgan. Bunaqa harakatlar ma'muriy javobgarlikka tortilgandan keyin 1 yil ichida takroran agar o'sha mansabdor shaxs tomonidan sodir qilinadigan bo'lsa, bu uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Jinoyat kodeksining 192-2 moddasiga asosan jinoiy javobgarlikka tortiladi. hurmatli mansabdorlar, sizga berilgan amalni hech qachon suiiste'mol qilmang. Aks holda qaysi kursida o'tirishingizdan qat'iy nazar jazodan qutulib qola olmaysiz.